kelganimda og'ir ahvolda edim. Mana yaxshi jo'natishyapti. Men Jizzax viloyati Annasoy tumanidan keldim. Ismim Dildora. Kelganimda qonim 35 ga tushib ketdi. Bir kun ichida qon analizlarini topshirib, 2 soat ichida chiqarib berishdi va qon quyishni boshladi. Vrachlar yaxshi tekshirib, joylashtirishdi xonaga. Medsestralar ukollarni birdan boshlab yuborishdi. Bu klinika juda yaxshi ekan, sharoitlari talabga javob berishadi. Xushmuomala, hamshiralari ham, hammasiga rahmatlar aytaman. Kelganimda og'ir ahvolda edim. Mana yaxshi jo'natishyapti. Har 5 minutda xabar olib turishadi. Vrachlar ham, hamshiralar ham, ovqatlari ham yaxshi. Oshpazlariga ham hammasiga rahmat aytaman. Ishlariga rivoj tilayman klinikaning. Bundan ham rivojlanaversin. Klinikaga kelishlaringizni tavsiya qilaman. Hamma sharoitlari yaxshi, joylashib, klinikaga kelishingizni maslahat beraman.